Undaq bolsa yuqorida bizga qimmatli leksiyalarini so'zlab bergan Muhammad Yusuf Qaracım, Ezeysa Alkun efendim, Erkin Sıdık efendim, sizlarni sahnaga olsam. Sözlengen leksiyani çöğürdigen halda yoki boshqa kallanglarga kelgan o'rtoqlashishni xohlagan temalarda savollarni so'rasanglar, fikrlaringlarni ham biz bilan o'rtoqlashsanglar bo'ladi. Mikrofonni yetkazadigan qizlarimiz batdi. Kile. Hayatımız kapıra. Taharet ilişki ait bir sorun vardı. Burma başlarını sorak bakkandım ama enet yak degende bana cevap erişemey bir sorunga şunluk cevaplara eriştim. Sırayla sakalım devam eden. Mesela şu dini kitaplarda namaz öğretildiğinde taharet ilişkisi usulüler melik kitaplar olsun, ya konsa hadis olsun veya dinle hayat bilen kitaplar olsun. Bu kitaplardaki hepsi taharet anlamakta konuşup koldan eğer durumlarını çarpıp konuşursan namazı peygamberindeki usulü konuşturuldu. Neymişse çok şikayet orunlarını istincalıktan şu orunlu fazla yürüyüş doğrusunda bu kitapların hiç fazla bu doğrusunda bir düşünce yakın meşgulat kısmısı bilinmeydi. Ben bunu sormakta Abdülhamid'in bu bizdeki uygulamadaki örf adıklığa mahsus etken şuna düşündüğü bu emri Arapların takılan olan ki onlar taharet alanında o as tarafını tanımayla namazına öterken de ya ki Müslümanlar bu bizdeki kitaplarımızda hadislerden o tefsiri baştan böyle düşündürülgen. Mesela en cevap edilsin ya ahlak İslamı veya ki tür edilmeden yapma o neymişti bu konusunda tefsiri namaz edilmesi minimleri usulü tunuşturulmadan. Yani o bilgilerin namazın tercihlerimizden altılık diyarlı karma altta. Öyle bizim İslam'da deslapta öyle sunu bayan kılıdı. Qanday suni ishlatishga bo'ldi, qanday sularni ishlatmaslikka deb qilib, uningdan taharat elish uchun badanning, ya'ni namoz o'qishni avval taharat elish, badanning pokiz bo'lishi deganga o'xshash shu qatorda, shu tayyorlik qilish, shu tayyorlikning qatorida bizning madaniyatimiz, islom madaniyatini shundoq yaxshi qabul qilganki, hozir arablar unutib qolgan madaniyat bizda Uyg'urlarda bor. Masalan, bizda istinjo deyotgan narsa, masalan, siz deganlar hozir arablarning kitoblarida uni bayon qilmaydi. Ular tualetga kirib tozalanib chiqadi, o'shan chiqib taharat oldi. Ammo bizlar inson, masalan, inson shu yeshi bir cho'ng'andan keyin 40 yoshdan oshgandan keyin bu hamda shu istinjo qilishga tualetdan chiqib taharat olsa, o nimaniki taharatdanki demesi qoldiqisi qilib qoladi. Uning kishilar jiqadam diqqat qilmaydi. Shuning bizning ota-bobolarimiz shunda o'ylaganki, tualetga berib kelib, tualet bilan istinjoxonaning oliqi degan abdan ba'zida 50 qadam, ba'zi 100 qadam. Ayni qoidasi bor bizning Uyg'urlardacha.
aşında mengib etib onun ta'rit aldı. Nimishqa o nima qilmasin, hali buzilmasin ta'riti deb ayda qilgan. Endi buni arabchadan tarjima qilgan kitoblarda ta'ratning bayoni deb ketadi, namozning bayoni deb ketadi. Ama onu uyada demaydi. Ama biz din ve hayat degan kitap mening kitobim. Mening kitobda suning bayonida deglik buni. Masalan, su qanday suni ishlatgildi, qanday su tartagildi degan yerda andayda istinjo qilish bor. Nima bilan istinjo qilish kerak? Su bo'lmasa nima bilan istinjo qilish kerak? Qanday qog'ozni ishlatish kerak deb shu hammasi bor. Ama arablarniki onu demaslikda deganlar durust, hamda ular tualetdan chiqib tart oldi. Ama bizning xalqimiz bizga o'rgatgan madaniyatda anday tart olmaydi. Aldırmay aşu onun degan istinjo berib şu tuvalet ayrım, istinjoxona ayrım. İstinjoxona deydigan bir medeniyet var bizde Uyg'urlarda. Chet ellarda yo'q-ku o. Bizde bir ortiqchiligimiz yani hamda bu bor shu istinjo. Sıcak dışarıda bulunmalı. Çünkü altı vakti tepkisi ya. Bak bizim maksat ayarlar. Her tuvaletin çıkıp her tasa belki sen iş Adamda sal cho'ngib qolgan adamda kichik oldanda bo'lmagan bilan bu endi o shu devreylar endi suylik aqida endi o. Uni to'xtatib ta'ritamasang, bu ta'ritag'ning bitirabni ta'ritilib bitirabdi endi yani paskini bulab qol degan gapda o 2 soat o'tib ketdi va o'tib ketganda bo'ldi ish tugadi. Endi uni istinjo qilish kerak deb ta'ritilib yurdi. Asli istinjo qilish bizni shart emas, faqat shu poklanish uchunla, ehtiyot uchunla bizning ajdodlarimiz shuni qo'llanib ekan. Chet ellarda istinjoxona deydigan narsa yo'q shu ham. Tamamlaştırın. Ben ilgili okunan makallarda bu muhtemelen çıkırmayan, ya konuşsam bu kayındaşlarımız kaçırılan bir tema. Diplomda okuş gerek diyen neziriye nokta koydunuz. Biz ziyarılarını takiplerimiz zamanla Karanlı Bazar mekteplerini tutuş diplom okuş. Moşunu takiplerimiz. Bırak kandaktır Karanlı Bazar'ın bireydiğen insanlarımız ve Karanlı Bazarlarda yaxşı ilim alamayotgan səbəb balalarımız var. Bəzide zibilənən tanıqlarını anlayımız, bəzide biləməyimiz. Çünkü yoşurun basqıçın çıxırar. Həmimiz səbəblərimizlə, balalarımızla muntazam məktəblərdə oxub yaranlıq buluşunu tiləyimiz. Bu həmimizin ümidi. Ama cemiyetimizde saklanılan nurgun nesiller var. Bazı devletlerde belki açık anlayınız. Bunun nispeten bir tedbir, yol, ya ki bir ümit barıdığan bir nersi yazdınız mı ya ki endi yazdınız? Ben şu doğrusu cip nersi yazdım, cip nersi sözledim. Bu ballarını diplomluk mektep, yani diplom alıtkan resmi mektepte okutuş doğrusu. Çünkü bu mektep yeşildeki balını 1-2-3 yıl mektepki beğenmegenden killa ya da okutuman, bir yerde okutuman deb keyin mektepki bas mektep almaydı onu. Benim aldığım ayında kelganlar oldu. Ben en yaxşı ko'rgan bir adam balasını aşında mektepki beremedi. Mısırga eveslemesi desem Mısırga evesem ben yalğız kalıp ya o ben bildi berişim kirken baramayman ekan dedi. Şu xafalıqandı. Endi bir adam o ata-analarni muşularninki kallasını özgertish kerak, bunu o'ngshash kerak. Bizning vatandagi mektep hukumu bilen niyadagi mektep hukumu o'xshamaydi. Bizning vatandan da men anglasam
Şu ben 94-yılda vatanga berip bakmadı, vatanı bilmeyim. Kinki vakti ben anlasam, kişiler mektebi beğenmezlik için pul haylab balını mektebini çıkarıvaga işler çıkmış otanda. Nimişka bu komünizm atizmlikni ügütüdü, ballarımızın kalbini bozatıdı, imanımızı bozatıdı degen bizning haksız tarafları var şunda ama öyle. Endi chet el onun okşamaydı ki. Mel chet el Türkiye olsun, Avrupa olsun, qanday bir yer olsun. Atizm ügetmeydi ki uluğa. Mesela bular bu Türkiye'de hep dedi 4 saat 2 saatlik dini ders var. Eğer qari olaman dese 1 yıl kechiktirish, lisede 1 yıl kechiktirish haqqı var. 1 yıl kechiktirib to'ng'itib qo'yadi ana darsni. Qur'onni yodlab, ya'ni davomlashtiradi. Shuncha fursatni yaratib bergilik. Bizga maktab degan mushu meni. Bu vatandagi maktab tamam. Uni atizmchi qilyotdi bizni deb qo'rqgan bo'lsa, bu yerda nimadan qo'rqamiz? Qo'rqitgan ish yo'q-ku bu yerda. Biz asli yushur maktablarni qo'rqsak bo'ldi. Hükümetin resmi mektebini qo'rqmaslik kerak, qo'rqitgan ish yo'q unda. Balani maktabga berish farz. Haqiqatan men deb keldim. Balani maktabga berish farz. Agar ota-ona maktabga berib diplom oladigan rasmiy maktabga o'qitamgan bo'lsa, bu odam ziyon tortgan odam u. Shu ota-onalarning kallasini o'zgartirish kerak, ota-onalarga tushuntirish kerak bunacha. Bu diplom alalaydigan bir maktabda o'qib bizning aramizdan katta cho'ng diplomatlar chiqsin, millat vakillari chiqsin, bizning katta bizneslar chiqsin, bizning shu vatanning davosini qilgan advokatlar chiqsin. Anda chiqsin u. Shunday odamlarga muhtoj biz. Masalan, boya 30% odam rasmiy tarbiyalansa, bir millatni anda yetaklab ketayotgan nayta to'g'ri gapda bu 30. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonidagi yigitlarmi hammasi o 20 yaşdan yukarı emasken 14, 15, 18 yaşlardaki aşı o Arapların hemmesi emas. İntayın az kişi maxsus terbiyelenip galbi kılganda yani ballarımız boyunda maxsus hem adamın balası üzgü şunda maxsus üzgü şunda yetip şunda amrak balası şunda anda hem adam balanın maxsus terbiyelenmende boyunda terbiyelisi serxil millet çıktı bizden. Bizning aramizdan sarxil bolalar chiqdi. Ayda sarxil bolalarga muhtoj biz. Bizning dinimiz ayda sarxil odamlarni chiqarishni qo'llaydi, quvvatlaydi. Hem dinda, hem panda. Bir qo'limizda pan, bir qo'limizda din hamda. Buni hech qanday yomon tarafi yo'q aslida. Endi ota-onalarning kallasini biz shu ota-onalarning kallasini o'zgartirib, ashuni belgilandirmaganda, bular ashunda yerlarga ketib qoladi. Ya'ni ota-onalar fursat bermaslik kerak boshqalarga. Ata-onalarni belgilendirish kerak ekan. Uni men o'sha to'g'rida bizniki bir nimamiz ya hokimiyatimiz bo'lgan ya kuchimiz bo'lmagandan keyin uni faqat shunday chiroyli gap qilish bilan, kishilarga tushuntirishlar bunda hal qilishdan boshqa yo'l yo'q o'xshaydi deb o'yladim men bu chaqishimda buni shu. Rahmat.